Bu tortni 9 yoshli qizingiz ham bemalol qila oladi. Sababi bu tortni umuman pishirmaymiz. Yaqinroq kelinglar. Birinchi bo'lib morojniy krem qilib olamiz. Menda pumirkini slivkilar va shunaqa zug'ushonka solib, quyuqroq massa bo'lgandan keyin to'xtatamiz mikserni. Uni ichiga shunaqa baliqchali pechenye va banandan ikkitasini shunaqa to'g'rab yubordim. Massani bir xil qilib aralashtirib, любой uylarda bor qolipga solib, xolodilnikka jo'nataverasizlar. 4-5 soatdan keyin xolodilnikdan olib, ustini xolisini bezatasizlar, xolamasanglar shunday yevarsanglar ham bo'ladi. Bitta yeganda og'izda qoladigan mazasi shunaqa zo'r chiqadigan tort tayyor bo'ldi. Bu tortni menimcha umuman tortga o'xshamaydigan, duxovkada ham, pechda ham doim narsasini o'xshata olmaydigan qizlarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi deb o'ylayman. Sababi bu tortni kichkina bola ham, maktab o'quvchisi ham qila oladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Bizga bo'lsa yoqimli ishtaha.